Yanvar oyida qabul qilingan tovar qiymati 100 million so'm, qo'shilgan qiymat solig'i summasi 12 million so'm bo'lgan jami 112 million so'mlik Qizil elektron hisobvaraq faktura bo'yicha qo'shilgan qiymat solig'i summasi hisobga olinmadi. Yetkazib beruvchi soliqni mart oyida to'ladi. Mazkur holatda qo'shilgan qiymat solig'ini qachon hisobga olish mumkin bo'ladi? Elektron hisobvaraq fakturalarining xavf darajasini aniqlash va ularda aks ettirilgan operatsiyalar bo'yicha qo'shilgan qiymat solig'ini to'lash tartibi to'g'risidagi nizomga asosan belgilangan tartibda xavfning yuqori darajasi toifasiga kiritilgan, ya'ni qizil rangdagi elektron hisobvaraq fakturalar bo'yicha QQ summasi davlat byudjetiga to'liq to'langandan keyin hisobga olinadi. Demak, sizga yanvar oyida yuborilgan elektron hisobvaraq faktura xavf darajasi yuqori, ya'ni qizil rangda bo'lganligi bois siz qo'shilgan qiymat soliq summasini hisobga ola olmadingiz. Lekin kontragentingiz tomonidan davlat byudjetiga mart oyida to'lab berildi. Siz shu oyda qo'shilgan qiymat soliq summasini hisobga olishingiz mumkin.